ko'chada skuterlarga reytlar boshlangandan keyin ko'pchilik haydamay qo'ydi. Lekin shunaqa paytda ham meni akamlar haydab yuribdilar. Siz qanaqa haydab yursiz aka? Qiyinchilik bo'lmadimi? Menda unday qiyinchilik bo'lmadi. Pravam bor edi, B kategoriya ham. Stajim bo'lgani uchun 1 yillik mashina haydaganman. A kategoriyaga yo'llanma oldim. Yo'llanmadan keyin 2 soat dars sotib oldim. Mototsikl haydash uchun 2 soat o'rgandim. Keyin borib imtihon topshirdim. Nomer masalasiga kelsak, nomer qanaqa bo'ldi? Olish qiyin bo'lyapti deb eshitdim. Nomer olish qiyin bo'lyapti. Ko'p hozirgi skuterlarda short spravka yo'q, chunki skuterlar hammasi ancha oldin olingan narsa. Nomer olish uchun men mahalladan spravka qildim. Menga tegishliligi haqida ma'lumotnoma mahalladan oldimda O'zbunga bordim. Demak, ko'ryapsizlar, sizlarda ham agar shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, akamni aytgandek yechim qilsanglar, xudo xolasa maza qilib skuterni haydab yursanglar bo'ladi. A, B, C, D shu kategoriyada liboy bittasi pravayli bo'lsa, masalan, B pravayli bo'lsa ham bemalol skuterni haydab yursanglar bo'ladi. Faqat 1-yanvardan bu videoni skuter haydaydigan yaqinlarga tez jo'natib qo'yinglar. Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.